Do'q-konturniy bilan adda-konturniy katoli farqi, adda-konturniy katolimiz o'rtasida teplobmeniki bo'ladi, отопление uchun ishlaydi. Do'q-konturniy katolimiz ichida 20 metr medniy trubka bo'ladi, 12 diametrda. Do'q-konturniy katolimizni, например, 300 kvadratligiga 20 metr mis trubka ketgan. 300 kvadratli do'q-konturniy katolimiz ichiga 20 metr mis ketgan, 3 ta hammomgacha, ya'ni 3 ta tochkacha yetkazib beradi. Oraliq interval uzoq bo'lmasa. Hozirgi kunda 300 kvadratli do'q-konturniy katolimiz 18 kubadan 23 kubaga gaz rasxod qiladi, sistemaga ham bog'liq. Ha, albatta hech qanaqa muammo bo'lmay to'pli polga ham ishlaydi. Toshkent shahri bo'ylab ustanok va servis xizmati bor. Xolislar uylarni noldan ustanovka qilib beramiz, xolislar katollarni almashtirib beramiz. Mana qara, qachondan yozib olsam o'zi. Zaryadka stolda keyingi yil yanvardan boshlab yozaman. Bizning katolimizni olganingizdan keyin isitmasi muammo bo'lsa, bizning call centerlarga murojaat qilsanglar bo'ladi, masalalar hal bo'ladi. Bizning katollarning ichi va tashqi qismi qalin, yaxshi metaldan qilingani hisobiga narxi qimmat emas, menimcha sizni pulingiz yetmayotgan bo'lsa kerak. Kichkina katolni, ya'ni kichkina katol, katta katol, hamma katollarni zakaz asosida, buyurtma asosida qilib beramiz. Har bitta bizdan olingan mahsulotga 2 yil kafolat beramiz. U ustangiz bizdan katol olganmi-yo, endi olmoqchimi? Bizning katolga 100% garantiya beramiz isitishiga. Sistemangiz to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Sizlardan kelgan savollarga qo'ldan kelgancha javob berdim. Kimga qanaqa savol qolib ketdi, kommentariyaga yozinglar, shaxsan men o'zim javob beraman.